siz sistit kasalligidan qutuldingiz, ana endi u qaytalanmasligi uchun top 5 ta qoidaga amal qilishingiz zarur. Birinchi qoida: kun davomida yetarli miqdorda suyuqlik iste'mol qilishingiz kerak. 2-2,5 litr suv ichishingiz kun davomida bu siydik yo'llarni yuvib turadi. Ikkinchi qoida: jinsiy aloqadan keyin albatta siyish muhim, chunki bu bakteriyalarning siydik yo'llariga tushishini oldini oladi. Uchinchi qoida: D-manoza 2 gram va klyukva ekstrakti 36 mg 1 oydan 3 oygacha muntazam qabul qilish shart. Bu infeksiyalarni profilaktikasi hisoblanadi. To'rtinchi qoida: qabziyatga aslo yo'l qo'ymang. Ich qotishi sistit qaytalanish xavfini juda oshirib yuboradi. Muntazam ich o'tishi bu juda muhim. Beshinchi qoida: intim sohaning gigiyenasi. To'g'ri yuvinish, ya'ni tepadan pastga qarab va gigiyena bu sistit qaytalanmasligining asosiy muhim qismi hisoblanadi. Agar sizda sistit qayta takrorlanavergan bo'lsa, menga aloqaga chiqing, men sizga yordam beraman. Videom yoqqan bo'lsa, obuna bo'ling va keyingi videolarni ko'rishni tavsiya beraman.